Labbi aka eshitaman. Uyingga kelgandim, mashina oldima. Omonating bor edi. O'shani berib ketay degandim. Bo'ldi aka. 2 minutda o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Senga qoyil qolmayman-da. Nega? Shu shaldiroq arabangni qo'ymaysan-da. He. Uying bo'lsa, topar tutaring yaxshi bo'lsa, yaxshi mashinang bo'lsa, ne shu shaldiroq arabani sota olmaysan? Sotib yuborardim. Qadrli bo'lib qolganda. Bilmayman, mehrim tushgan. Ukajonim, oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bu oddiy temir. Qanaqa qilib bunga mehr tushishi mumkin? Boshimga sinov kelib, hamma ishlarim orqaga ketdi. Hech qaysi yaqinlarimni meni eshitgisi kelmadi. O'shanda Allohga yig'lab aytgan dardlarimni faqatgina shu mashinam eshitgan. Sirdoshimga aylangan desam ham bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylang. Qanaqa bir inson o'z sirdoshini sotishi mumkin? Ha, gapingda jon bor. Yuring, choy qilamiz. Yuklaylik.